Mana xamirni lag'monga o'xshatib qirqasiz. Suvi qaynatib alohida pishirib olasiz. Keyin bundaqa qayla qilasiz. Mana shunaqa qaylani olib, keyin bundoq qilib ustiga solasiz. Ukropni haligi misrovkadan chiqarib, xamritasiz ukropga tuxum qo'shib. Mana. Keyin qaylasi bilan aralashtirib, mazza qilib yeysiz. Mana birinchi marta qilishim, lekin zo'r o'xshadi. Mana. Xamir ezilib ketmaydi, alohida pishirib olsangiz. Mana. Zo'r bo'ldi. Mana. Buni ustiga ko'katlar